Assalomu hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasi assistenti Yusuf Piroyevich Yunusovich. Bugungi ma'ruzamiz halokatlar vaqtida travmatik shok va uzoq ezilish sindromiga bag'ishlanadi. Şok deb bemor yoki jarohatlangan og'ir shikast yoki boshqa zaharli omillar ta'siri natijasida vujudga keladigan organizmning barcha funksiyalarini o'ziga xos tarzda susayishiga aytiladi. Travmatik shok bu organizmning og'ir mexanik shikasti yoki kuyishga qarshi bo'lgan reaksiyasi bo'lib hisoblanadi. Travmatik deganda bu mexanik shikast ta'siri natijasida organizm faoliyatining buzilishi tushunish qabul qilingan Vishnevskiy tomonidan. Shok bu yig'ma tushuncha bo'lib hisoblanib, hayotiy muhim organlar funksiyasini ekstremal jarayonlarda tashqi va ichki ta'sirotlar oqibatida tizimlarning, ayniqsa qon aylanish va markaziy nerv sistemasining metabolizmining kompleks ravishda buzilishi tushuniladi. Shokning etalak omillari bu massiv qon yo'qotish 38% yo'qotilganda kelib chiqadi. O'tkir gaz almashinuvining buzilishi bu 21% holatda kelib chiqadi. Hayotiy muhim a'zolar funksiyasining buzilishi esa 30% holatlarda, organizmning intoksikasiya yoki yong'in emalish natijasida 4,8% holatda kelib chiqadi. Travmatik shok patogenezi bu travmatik shokning patogenezi bu 4 ta bosqichdan iborat. Birinchi, plazma intersitsiligiga o'tadi. Sekin oquvchi qonda qon hujayralari, eritrositlar, trombositlar agressiyasi yuzaga keladi. Qonning yopishqoqligi oshishadi. Kapillyarlarda spontan qon uyishi va kapillyar mikrotromblari paydo bo'ladi. Shok patogenezi bo'yicha absolyut gipovolemiya va nisbiy gipovolemiya kelib chiqadi. Shok patogenezi. Shokning sababi bu gipovolemiya, yurak qon tomir yetishmovchiligi sindromi, miokard ishemiyasi, yurak faoliyatining to'xtatishi bo'lib hisoblanadi. Travmatik shokning kechishligi bo'yicha ikkita klinik fazasi bo'ladi. Bu birinchisi erektil fazasi, ikkinchisi torpid fazasi. Erektil fazada bunda bemorlarda qo'zg'alish bilan xarakterlanadi. U arterial qon bosimi oshishi, tomirlarda spazm, nafas qisishi, endokrin bezlar faoliyatining buzilishi va moddalar almashinuvining kuchayishi bilan namoyon bo'ladi. Bunda harakat va nutq markazi qo'zg'alishi kuzatiladi. Jabrlangan o'z holatini baholay olmaydi. Teri qoplamlari oqarib, rangpar, nafas olishi va pulslashiga klinik belgilar kelib chiqadi. Reflekslar, skelet mushaklari tonusi kuchayib, tortishi, tremor kelib chiqadi. Erektil fazada davomiyligi bir necha minutni tashkil qiladi va maksimum 1 soatgacha davom etishi mumkin. Shokning torpid fazasi bu organizmning hayotiy funksiyalarining susayishi bilan xarakterlanadi. Shokning bu fazasi Pirogov quyidagicha ta'riflagan, ya'ni bog'lov punktida oyog'i yoki qo'li uzilgan, harakatsiz qotib qolgan askar yotibdi. U qichqirmayapti, og'riqdan shikoyat ham qilmayapti, hech narsa so'ramaydi. Uning tanasi sovuq, yuzi murdanikidek oqargan bo'ladi. Nigohi uzoqqa tikilgan, harakatsiz, pulsi ipsimon, terisi va jarohati sezgisi yo'qolgan, lekin jarohatda osilib turgan katta nervni nima bilandir ta'sirlantirsa, bemor ba'zi mushaklari harakatlantiradi. Shokning klinik patofiziologik bosqichlari. Bu shokning birinchi bosqichida sirkulyator o'zgarishlar
kelip chiqadi. Bu bosqichda bemorda sovuq, oqargan, nam teri, biroz tezlashgan puls, arterial bosimning biroz pasayganligi, nafas olishning tezlashgani bilan kuzatiladi birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda tomirlarda dilatatsiya, mikrosirkulyatsiyada tarmoqda tomir ichi ivish jarayoni boshlanadi va buyraklar faoliyatining buzilishi, şok buyrağı ya'ni bilan xarakterlanadi. Klinik jihatdan qo'l oyoqlarda sianoz, taxikardiya, arterial qon bosimining pasayishi, tormozlanish kabi belgilar kuzatiladi. Şokning 3-bosqichda tomirlarda atoniya va almashinuv buzilishi bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bunda turli a'zolarda, ya'ni hayotiy muhim a'zolar, o'pka, jigarlarda tomir ichi deseminlangan ivish jarayonining nekroz o'choqlari shikastlanishi, gipoksiya, metabolik atsidoz kabi jarayonlar kuzatiladi. Klinik jihatdan yuz, qo'l oyoqlarning kesak rangga bo'lishi, ipsimon puls, past arterial qon bosimining pasayishi, tez yuzaki nafas olishi, ya'ni bemorlarda nafas tez, ya'ni yuzaki bo'ladi. Qorachiqlar kengaygan bo'ladi, reaksiya sekinlashganligi kuzatiladi shokning 3-bosqichida. Travmatik şokning og'irligi bo'yicha tavsiflanishi, ya'ni 4 ta darajasi mavjud. Og'irligi bo'yicha birinchi daraja bu yengil shok bo'lib hisoblanadi. Bunda teri qoplamlari oqargan, puls 1 minutda 100 martagacha uradi. Arterial qon bosimi 100 ga 60 mm sinovga teng bo'ladi. Tana harorati normada, nafas olish o'zgarmagan, bemor hushida bo'ladi, ba'zi qo'zg'alishlar bo'lishi mumkin. Travmatik shokning 2-darajasi o'rta og'irlikdagi shok bo'lib hisoblanadi. Bunda teri qoplamlari oqargan, puls minutida 120 marta, arterial qon bosimi 90 ga 60, ya'ni 80 ga 50 mm sinovga teng bo'ladi. Tana harorati pasayadi, nafas olishi tezlashadi, bemor hushida, tormozlanish jarayoni yo'q. Şokning 3-darajasi bu og'ir shok bo'lib hisoblanadi. Bunda teri qoplamlari oqargan va sovuq ter bilan qoplangan bo'ladi. Pulsi ipsimon bo'ladi. 1 minutda 120 marta yurak urishi soni 120 martaga oshadi. Arterial qon bosimi 70 ga 60, 60 ga 40 mm sinovga teng bo'ladi. Tana harorati pasaygani 35 gradusgacha past bo'ladi. Nafas olishi tezlashgan bo'ladi. Yuzaki nafas olish, arterial qon bosimining 60 mm sinovdan pasayishi kenon, ya'ni kritik holat deb nomlangan hisoblanadi. Bundan keyingi davrda terminal bosqich rivojlanadi. Shokning 4-darajasi bu terminal, ya'ni agonal holda bemorlarda klinik o'lim darajasiga bo'linadi. Algover va Burri indeksi bo'lib shokning bemor holatiga qarab, ya'ni normal holatda puls 60-120 tagacha, arterial davlini shok indeksi 0.5 ga teng bo'ladi. Rivojlanuvchi shokda esa puls 100 tagacha, shok indeksi esa 1 ga teng bo'ladi. Xavf soluvchi shok bu puls oshgan bo'ladi. Arterial qon bosimi 120 ga 80, ya'ni bunda shok indeksi 1,5 dan oshgan. Shok indeksi, puls va shok indeksini aniqlovchi bu belgilar bu puls va arterial qon bosimi ko'rsatkichlarga asoslanadi. Birdan kichik shok indeksi birdan kichik bo'lsa, puls 1 minutda 70 ta, arterial qon bosimi 1 mm sinovga teng bo'ladi. Bemorning holati xavf tug'dirmaydi. Shok indeksi 1 ga teng bo'lgan bo'lsa, bunda puls 110 tagacha, arterial qon bosimi ham 110 ga teng bo'ladi. Bemorlar holati xavfli bo'ladi. O'rta darajadagi shok kelib chiqadi. Qon yo'qotishi 20-30% holatda teng.
şok indeksi 1dan katta bo'lsa, bunda puls 110 arterial qon bosimi 80 mm simon bosimga teng. Ya'ni xavf soluvchi şok. Bunda qon yo'qotishi esa 30-50% ga teng bo'ladi. Travmatik şokni davolashda 5 ta asosiy yo'nalish. Bunda hayotga xavf soluvchi jarohatlarni davolash, şok impulslarini to'xtatish, ya'ni bunda narkotik analgetiklar qilish, ya'ni og'riqsizlantirish, aylanib yuruvchi qon hajmini to'ldirish va qon rentgenologik xususiyatlarini yaxshilash, metabolizmni korreksiyasi, gipoksiya va respirator atsidozni bartaraf qilish, kislorodni ingalyatsiyasini, ya'ni o'pka sun'iy ventilyatsiyasini keltirib chiqarish kerak. 5-chi bu a'zolar faoliyatini yaxshilashdan iborat bo'ladi. Şokda birinchi tibbiy yordam bu nafas yo'llaridan ozodi, ya'ni til fiksatsiyasini og'izga tushgan moddalarni qondan tozalash bo'lib hisoblanadi. Tashqi qon ketishini vaqtida to'xtatish, yaradorning nafasini tiklash uchun orqasiga yotqiziladi, boshini pastga tushiriladi, pastki jav oldinga chiqariladi, og'izdan og'izga, og'izdan burunga usulida o'pkada sun'iy ventilyatsiya hosil qilinadi. Yurak to'xtab qolganda yurak massaji bajariladi. Ko'krak qafasi jarohati bo'lsa, okkluzion bog'lam qo'yish zarur. Transport immobilizatsiyasi qilinadi. Bunday barcha chora qilingandan-da gospitalizatsiya qilish maqsadida, og'riq sindromini kamaytirish maqsadida shpris bilan narkotik yoki analgetik eritmalar yuboriladi. Vrachgacha bo'lgan birinchi tibbiy yordam bu standart shinalar bilan transport immobilizatsiya qilish zarur. Qon to'xtatish uchun yugut va bog'lamlar qo'yish, undan keyin analgetiklardan tashqari yurak va nafas faoliyatini tiklovchi preparatlardan yuborish, adrenalin, dopamin kabi preparatlar yordamida o'pka sun'iy ventilyatsiyasini o'tkazish, og'iz kengaytirgich va til ushlagich yordamida og'izni, yuqori nafas yo'llarini ochish, yaralanganlarni isitish choralari, issiq suyuqliklar ichish, alkogol analgeziyasini qo'llashdan iborat bo'ladi. Birinchi vrachlik tibbiy yordam bu birlamchi tibbiy profilaktik bog'liq xonasida shokka qarshi tadbirlar hajmi, ya'ni yuqori nafas yo'llarini o'tkazuvchanligini tiklash, traxeya va bronxlarda qon va shilliqlarni chiqarib tashlash, tilni tiqib qo'yish yoki havo olgich kirgizish, traxeya intubatsiyasi apparati yordamida o'pka sun'iy ventilyatsiyasini o'tkazishdan iborat. Okkluzion bog'lamni qo'yish, kuchli klapanlar, pnevmotoraks bo'lsa, pleura bo'shlig'ini drenajlash, vaqtincha qon to'xtatishdan iborat. Aylanib yuruvchi qon hajmini, ya'ni OSK plazma o'rnini bosuvchilar bilan to'ldirish, vena ichida poliglukidin 0.9% natriy xlorid, 5% glukoza kabi suyuqliklardan 1-2 litr qo'yish. Qon yo'qotishning 3-darajasi bo'lsa, birinchi qon guruhidan qonni qo'yish, ya'ni hammasiga to'g'ri keladigan vagosimpatik, paranefral va mahalliy travmatik o'choqli novokain blokadalari qilish, kortikosteroidlar, og'riqsizlantiruvchi va yurak preparatlarini yuborishdan iborat. Qo'l va oyoqlarda transport immobilizatsiyasini tashkil qilish. Ushbu yerda ko'rsatilgan yugut qo'yish texnikasi, ana bu yerda qo'yilgan yugut qo'yish texnikasi ko'rsatilgan. Bunda mana bu yerda traxeostomiya qo'yish texnikasi ko'rsatilgan bo'lib, qanaqa sog'orlarda traxeostomiya qanday qo'yish texnikasi ko'rsatilgan. ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamda
şokda karşı bir yordam beriş. Yani gemodinamik özgarişlerini yaxşılaş, aylanıp yürüyüşü kon hacmini tezde öldürüşten ibaret. 1,5 metr kon yo'qotganda faqat plazma va o'rni bosuvchi preparat yuboriladi. 1,5-2 litr qon yo'qotganda esa plazma o'rnini bosuvchi preparat va qon birga bir nisbatda yuboriladi. 2,5 litrdan ko'p qon yo'qotilganda esa 2 hajm qon, 1 hajm plazma o'rni bosuvchi suyuqliklar va qo'shimcha tuzli eritmalar yuboriladi. Markaziy nerv sistemasini o'zgarishlarini yaxshilagan muolajalar bajariladi. Singan joyda Novokanini blokada qilish mumkin. Analgetiklar, antigistaminlar bilan birga yuborish kerak. Yo'qotilgan qon o'rnini to'ldirilgandan so'ng doimiy neyrovegetativ blokadan ta'minlash uchun droperidol, sibazol, natriy oksibutrat preparatlarini o'rtada dozada yuborish mumkin. Uchinchi, gaz almashinuvini yaxshilashdan iborat, ya'ni yuqori nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tekshirish, og'iz bo'shlig'i va yutqinni tozalash, qovurg'alar singan joyda spirt, Novokanning blokadasi, nafas olish keskin susayganda esa o'pka sun'iy ventilyatsiyasini tashkil qilish kerak, qon reologik xususiyatlarini normallashtirish va trombogemorragik sindromni davolash, plevra bo'shlig'ini punksiya qilish va qon havoni so'rib olishdan iborat. Yuqori nafas yo'llari uzoq sanatsiya traxeostomiya qo'yishlar bor. Oshqozon ichak sistemasining parazitlarga qarshi preparatlarni yuborish. Endokrin o'zgarishlarni yaxshilash maqsadida gidrokortizonga nisbatan hisoblanganda Bing 1,5 mg glukortikoid gormonlar qilish, moddalar almashinuvi buzilishlarini to'g'rilash, ya'ni uglevodlar konsentratlangan eritmalari glukoza 5%, 15-20% glukoza yuborish. Yaqqol namoyon bo'lganda metabolik atsidoz, ya'ni 4% de 300-400 ml natriy gidrokarbonat yuborish mumkin. Gidrobalansni ushtirish uchun ringer eritmasi, laktasol, glukoza 5%, kaliy xlor 7,5%, natriy xlor yuborish mumkin, eritmalardan yuborish kerak. Travmatik shokning diagnostikasi. Bu shok indeksi qarab 0,5 bu norma, 1 shokning o'rta darajasi, shok indeksi 2 ga teng, undan yuqori bo'lganda bu og'ir darajasi bo'lib hisoblanadi. Aylanib yuruvchi qon hajmini aniqlash, soatlab diurezni aniqlash, qon elektrini aniqlashdan iborat. Keyingi nimamiz uzoq muddatli bosilish sindromi, ya'ni crash sindromi bo'lib hisoblanadi. Crash sindromi uzoq muddatli bosilish sindromi patogenida 3 ta omil asosiy rol o'ynaydi. Bunda markaziy nerv sistemasida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining buzilishini yuzaga keltiruvchi og'riq hissi, shikastlangan mushaklarda parchalangan mahsulotlarni so'rilishi natijasida travmatik toksemiya, ya'ni intoksikatsiyaning kelib chiqishi, shikastlangan qo'l oyoqlarning massa tushishi natijasida ikkilamchi plazmani yo'qotish. Klinik kechishi 3 ta davrda farqlanadi. Uzoq muddatli bosilish sindromining klinik kechishida 3 ta davr farqlanadi. Birinchi davr erta yoki gemodinamik o'zgarishlar davri bo'lib hisoblanadi. Kasallikning 1-3 kun bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi davri bu oraliq davr bo'lib hisoblanadi. 3-4 kundan 8-10 kungacha bo'lib hisoblanadi. Bunda oraliq mahsulotlar paydo bo'ladi va o'tkir buyrak yetishmovchilik bilan xarakterlanadi. Uchinchi davr bu kechki 9-12 kundan 1-2 oygacha oxirgacha bo'ladi. Ya'ni to'qimalar shikastlanishining mahalliy simptomlari bilan xarakterlanadi. Uzoq muddatli bosilish sindromining turli davrlardagi klinikasi. Birinchi davrda jabrlanganlarning qo'l oyog'i bosilishdan ozod etilgandan so'ng umumiy ahvol yomonlashuvi bilan birga
kuchli, shish rivojlanadi. Bemorlarda holsizlik, tormozlanish, ko'ngil aynish, qusish kabi bezovta qiladi bemorlarni. Bemorlarning rangi oqaradi, tanasi sovuq ter bilan qoplanadi, puls tezlashadi, 100-120 tagacha. Arterial qon bosimining og'ir holatlarida 60-80 mm simovsinga undan ham past bo'ladi. Bu davrda uzoq muddatli bosilish sindromining klinik ko'rinishi shokning tartib fazasi bilan o'xshash bo'ladi. Ikkinchi davr bu oraliq uzoq muddatli bosilish sindromining 4-kunida o'tkir buyrak yetishmovchiligi simptomlari yuzaga chiqadi. Past diurez, ko'ngil aynishi, qusish, holsizlik, apatiya, belda og'riq kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Uchinchi davr esa kechki davr bo'lib hisoblanadi. Birinchi o'rinda mahalliy simptomlar chiqadi. Bunda mushak to'qimasi o'lib o'rniga biriktiruvchi to'qimasi o'sadi, to'qimalar atrofiyasi, bo'g'imlarda harakat cheklanishi, kontrakturalar rivojlanadi. Uzoq muddatli bosilish sindromining klinik kechishi og'irligi bo'yicha 4 ta klinik morfologik ajratiladi. Bunda yengil, qo'l yoki oyoq segmentlarida birinchi bosilishda 4 soatdan oshmagan bo'lsa, o'rta davrda esa qo'l yoki oyoqning butunligi bosilishi 6 soat. Bunda buyrak funksiyasi unchalik o'zgarmagan bo'ladi. Og'ir darajasida esa qo'l yoki oyoqning butunlay bosilishi 7-8 soat davom etgan bo'lsa, bunda yurak, buyrak yetishmovchiligi va gemodinamik o'zgarishlar simptomi yaqqol namoyon bo'ladi. O'rta og'ir, ya'ni ikkala qo'l yoki ikkala oyoq 6 soat va undan ortiq vaqt mobaynida ezilishi bemorlarning 2-3 sutkada o'tkir buyrak yetishmovchiligi kabi holatlar kuzatiladi. Birinchi tibbiy yordam quyidagicha qo'llaniladi. Jabrlangan bosilishda bo'shatiladi. Sog' to'qima bunda shishni kamaytiriladi. Keyin jugul yechiladi va qo'l oyoqlar immobilizatsiya qilinadi va og'riq qoldiruvchi antibiotiklar kabi muolajalar qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.